Assalomu alaykum, Zahla Barakesh kanali obunachilari. Xudo xolasa, yetuk zo'r bo'g'ozimiz, yosh bo'g'ozimiz keldi, zotlik obzorni boshladi. Bugungi sana 2026-yil 23-mart haftaning dushanba kuni. Hozir Xudo xolasa o'zimizning xonadonimizdan chiqyapti. Manzil Namangan viloyati So'rag'ilon tumani Kalbar qishlog'i. Zotlik bo'g'ozimiz Xudo xolasa birinchi qoringa. Anbuzay, qurollar chiqmagan. Gibrid Qornidaga 7,5 oylik, 8 oyga boryapti. 7,5 oyga beraveramiz. Mana bu mashinaga yer ichi hamma yo'q joyda. Taglarini ko'rsating. Mana sog'inlar. Oqlagan tomonda ishlanaveradi mana, qilt etmaydi. Bo'yi 1.35. Mana shu oldi tomondan shu joyda o'lchangan 1.35. Borsa 7 borsa o'lchab olaverasizlar. Yana birinchi qoringalik. Kuragi ham chiqmagan. Ochman ko'rsataman. Gel, şuraya güzel. Hadi güzel, taşlaş, hareket yok. Pulga 40 million so'm kami bor. 45-50 kami deyish kerak. 40 million so'm kami bor. Bodybuilder dastlabki ichida. Oydan tashqari kelishgan holatda nomerlar qo'yib qo'yilgan, yana eslatib o'tamiz. 94 lik 268 32 12 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Telegram emaillari bor. Agar chetdan ham agar har doimlar qiziqishlar bo'lsa. Canavar hava rast kelajagi bo'lmagan orqalarni ko'rsatdim. Akalar 3 ta bo'lishimiz yoz qoldi. Obuna like qilib qo'yamiz.